Bizda mana bu ildizosti misollar berilgan. Bu ildizga teginmaymiz va mana bu ildizni kvadratga oshiramiz 6-daraja qilish uchun. Ildizostida 2 plus ildizostida 5 ning kvadrati bo'ladi. Keyin mana bu ikkita ildizni bitta ildiz tagiga yozamiz. Mana buni a minus b bo'yicha ochsam 2 ning kvadrati, ildizosti 2 ning kvadrati, ildizosti 5 ning kvadrati plus 2 ildizostida 2 ko'paytirilgan ildizostida 5. Ildizosti 2 ning kvadratidan 2 chiqadi, ildizosti 5 ning kvadratidan 5. Ikkalasiga yig'indisi esa 7. Plus 2 ildizostida 2 ko'paytirilgan 5 esa 10 bo'ladi. Shunda 2 ildizostida 10 ni mana bu 2 ni ildizga kirg'izib yuborsam, ildizosti 40 bo'ladi. Shunda ildizostida 40 deb yozaman. Ko'paytirilgan 3 ildizostida 9. Mana bu a minus b, a plus b qisqa ko'paytirish formulasidan chiqadi. Shunda 7 ning kvadrati 49 minus ildizostida 40 ning kvadrati 40 bo'ladi. Qirq to'qqizdan 40 ni ayirsam 9, 6 ildizostida 9 ko'paytirilgan 3 ildizostida 9. Mana bu ikkalasini ham 6 darajaga keltirishim kerak. 6 ildizostida. O'shaning uchun buni 6 qilsam, bunga kvadrat qilaman. Bitta ildizga kirg'izaman. 9 ning bunda 2 ta, bunda bitta. Shunda 9 ning 3-darajasi, bu yerda esa 6. Mana bu 3 ning kvadrati. 3 ning kvadratini 3-darajasi. Shunda 3 ni 6-darajasi 6. 6 lar qisqarib bizda 3 degan javob qoladi. Yakuniy javobimiz 3.